bizni aqidamizda insonni aqlini peshlaydigan, xatosini to'g'rilaydigan, nuqsonini to'ldiradigan narsa bo'lishi kerak. U vahiydir. Vahiy Alloh taoloning ta'limotlar to'plamidir. Bu dunyoni yaratgan Alloh, o'zini dunyoda yaratgan narsalarni gultoji qilib inson zotini yaratgan Alloh, inson qanday yashasa saodatga erishishini yaxshi biladigan Alloh, insonni saodatga boshlash uchun o'zining ta'limotlarini vahiy deb yuborib payg'ambarlari orqali insoniyatga tortiq qilgan. Ana o'sha vahiy, ilohiy ta'limot aqlni peshlab turadi, xatosini to'g'rilaydi, nuqsonini to'ldiradi. Ana o'sha vahiy insonning aqliga 30% qaratilgan bo'ladi, insonning aqliga. 70% insonning qalbiga qaratiladi. Chunki inson qiladigan narsasini turtkisi, qaror qabul qiladigan joyi qalbidir. 70% qalbdan chiqadi, 30% aqldan chiqadi. Buni musulmon emaslar kashf qilishdi. Shuning uchun ba'zi vaqtlarda inson aql bovar qilmaydigan ishlarni qiladi. Ana hozir erkak erkakka uylansa bo'ladi, ayol ayolga uylansa bo'ladi degani aql bovar qilmaydigan ish shu. Aqlim bor deyapti o'shalar, professor o'shalar, davlatning boshlig'i o'shalar, bo'laveradi deyapti. Aqli bor, u qalbi yo'q. Allohning dinidan bexabar. Ana shuning uchun mana shuni qabul qiladi. Ana qalbidan chiqqan kishilar kerak bo'lsa, demak, o'sha aql bovar qilmaydigan ishlarni qiladi. Mana hozir hamma roza tutyapti. O'zini o'zi majburlab, ixtiyori bilan och qolib, chanqab, shahvatdan tiyib, kunduzi issiqda yuribdi. Boshqa haligi narigi taraflarga qarasalar, ular esi yo'q, nima qilishyapti deydi. Lekin qalb shunga chorlayapti. Allohga ibodat qilgisi kelyapti. Ajri bor, savobi bor, shuni anglatyapti. Vahiy shuni xabarini bergan. Ana shuning uchun shariatda kelgan har bir narsa insonning baxtiga xizmat qiladi, saodatiga xizmat qiladi, bu dunyosiga xizmat qiladi, oxiratidagi saodatini mukammal beradigan ishlar bo'ladi. Shuning uchun biz bu haqiqatni to'g'ri tushunib yetishimiz kerak. Vahiy, ya'ni ilohiy ta'limotlar, diniy ta'limotlarni qunt bilan o'rganishimiz kerak, ularga ixlos bilan amal qilishimiz kerak, ibodatimizni joyida qilishimiz kerak. Hamma tarafni yo'lga qo'ysak, inshaalloh yaxshi bo'ladi.